Siz yana qisqa ko'paytirish formulasida qiynalyapsizmi? Demak, deylik sizga 2ta a 3ta b ni qo'shing va undan 4ta c ni ayirmasining kvadratini yoyilmasini so'radi. Dunyo so'ramadi. Nima so'radi? Buni ochib chiqish uchun nima qilamiz? Demak, biz yana to'rtburchak Excel usulimizdan foydalanamiz. Xo'p, 3ta bo'lgani uchun biz 3 ga 3 kataklar yasab olamiz. Demak, 3 taga 3 ta bo'ladigan bo'lsa, 2a 3b minus 4c yozamiz. Bu qismiga 2a 3b minus 4c yozamiz. Birinchi katakchaning yuzi 2a ni 2a ga ko'paytiramiz. Demak, bizda 4a kvadrat bo'ladi. 2a ni 3b ga ko'paytiramiz. 6ab bo'ladi. 2a ni minus 4c ga ko'paytirsak, minus 8ac bo'ladi. Minus 4c ni 2a ga ko'paytiramiz. Minus 8ac. Minus 4c ni 3b ga ko'paytiramiz. Minus 12bc. Minus 4c ni minus 4c ga ko'paytiramiz. 16c kvadrat. O'rta qismidan ham boshlab ketsak, 3b ni 2a ga ko'paytirsak, 6ab. 3b ni 3b ga ko'paytirsak, 9b kvadrat. 3b ni minus 4c ga ko'paytirsak, minus 12bc. Va bu javoblarni qatorasiga terib chiqamiz. Demak, bizda Kres usuli bo'yicha bu uchtasini yozib olamiz. 4ta a kvadrat plus 9ta b kvadrat plus 16ta c kvadrat degan natijaga keldik. Davomi 6ab ga 6ab ni qo'shamiz. Demak, 12ab bo'ladi. Minus 8c ga minus 8c'miz minus 16ac bo'ladi. Va minus 12bc ga minus 12bc minus 24bc. Va bizda buning yoyilma shaklini hosil qilgan bo'lamiz. Savollar aslo yo'q. Salomat bo'ling.